Assalomu alaykum. Bugungi videoyimizda planning modulini, ya'ni rejalashtirish modulini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib planning moduliga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin bizga schedule by resource degan okno ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda xodimlarning ismlari va dushanbadan jumagacha kunlar va sanalar ko'rishingiz mumkin. Va u yerda filtr orqali biz haftalar, oylar, kvartal, ya'ni chorak, yil, bugun, kecha, ertaga qilib bemalol filtrlab olishimiz mumkin. Va xodimlarning ularga belgilangan ishning necha foizini ishlayotganlarini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, xodimga haftasiga 40 soat va kuniga 8 soatdan to'g'ri kelsin belgilandi va ko'rishingiz mumkin, xodimlar 3, 4, 10%, даже 50% ham ishlaganlar bor. 100% juda kam holat. Siz bemalol bu modul orqali xodimlaringiz haqiqatdan ham ish grafiki bo'yicha to'liq ishlashyaptimi ko'rishingiz mumkin. Schedule by role ni bossangiz, xodimlaringizni rollari bo'yicha ham bemalol filtrlab olishingiz mumkin bo'ladi. Va u yerdan schedule by project ni bossangiz, barcha loyihalar bo'yicha belgilab ko'rib chiqishingiz mumkin. Ya'ni bu qancha loyihaga qancha vaqt ketyapti, hammasini bemalol shu yerdan kuzata olasiz. Va ko'rishingiz mumkin, o'ng tarafda yuqorida Kanban, shu kabi list kabi ko'rinishlarga o'tkazib, o'zingizga kerakli ko'rinishlarda bemalol filtrlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va yuqorida OpenShifts bo'limini bosasiz va ko'rishingiz mumkin. U yerda barcha ochiq smenalarni ko'rishingiz mumkin. Agar kimgadir qaysidir vaqtda oralig'ida proyekt plan qilayotgan bo'lsangiz, uni shunchaki proyektni qachondan qachongachaligini va qaysi proyektligini va xodimni belgilaysiz va hamda publish and send qilsangiz, u xodimga yuboriladi va publish bo'ladi. Ya'ni bu xodimga biriktirilishi mumkin, aniq bo'ladi. Shunchaki agar u xodimning emaili yo'q bo'lsa, siz emailni ham kirgizib qo'yishingiz kerak bo'ladi va jo'natib ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda printni bosish orqali bemalol o'zingizga print qilib yuklab olishingiz mumkin bu hisobotni ham. Va keyin my planning, ya'ni mening rejalarim degan bo'limga o'tamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin xodimlar bo'yicha, ya'ni bu admin account bo'lganligi uchun siz barcha xodimlaringizning rejalarini bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. U yerda sizning shiftingiz, ochiq shiftlar va switch, ya'ni belgilash uchun barcha planlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda juda ham qulay filtrlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni group by yoki prosta filtrlar, ya'ni my shifts bo'yicha open shiftlar, ya'ni ochiq smenalar, mening smenalarim va mening komanda, mening bo'limim yoki guruhlashingiz mumkin, ya'ni bo'limlar bo'yicha, menejer bo'yicha, resurslar bo'yicha, rollar bo'yicha, proyektlar, ya'ni loyihalar bo'yicha, kompaniya bo'yicha bemalol filtrlab olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda new tugmasini bosish orqali siz yangi shift, yangi smen qo'shishingiz mumkin. Va bu yerda kimlar bo'lishi kerak, resursni belgilaysiz birinchi bo'lib. Misol uchun resurs bu kim? Misol uchun Audrey Peterson, ya'ni konsultant, maslahatchi insonni qo'shyapmiz. Uning rolini nima? Dasturchi qilib belgiladik. Atak siz konsultant qilib belgilasangiz bo'ladi. Va u ishlayotgan proyektini, kompaniya nomini va qaysi vaqtdan qachongacha ishlash kerak, qancha soat qilingan, hammasini belgilaysiz va saqlash tugmasini bosasiz. Va u saqlandi. Actions tugmasini bosish orqali preview ni bosasiz va ko'rib chiqishingiz mumkin kimnikiligini. Va yuqori tugmadan reporting, ya'ni hisobotlar bo'limiga o'tasiz va u yerdan planning analysis, ya'ni rejalashtirish analitikalarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi bemalol. U yerda oy bo'yicha bemalol yoki yil bo'yicha qilib bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va keyin reporting, ya'ni hisobotdan yana planning, attendance analysis ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda ham hisobotlar yil bo'yicha va barcha farqlar, narxlar hammasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Va bemalol Excel faylga yoki boshqa fayllarga ham
spreadsheet qilib bemalol insert qilib olishingiz mumkin, yuklab olishingiz mumkin. Yuqoridagi configuration bo'limini ustiga bosasiz va u yerdan settingsga, ya'ni sozlamalar bo'limiga o'tasiz va u yerda sozlamalarni ko'rishingiz mumkin. O'zingizga keraklilarga tik, ya'ni птичка bosib saqlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va yana configurationdan employeesga o'tasiz va u yerda barcha xodimlarni va ularning bo'limlarini ko'rishingiz mumkin, barcha ma'lumotlar. Va yuqoridagi configurationdan materialsga o'tasiz, ya'ni barcha materiallar. Bu qanday materiallar? Bu yerda siz ishlatishingiz mumkin bo'lgan barcha bu yerda materiallarning nomlari, rollari va agar siz rol belgilamagan bo'lsangiz, u qaysi rolni olishi kerakligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va misol uchun bir materialni ko'raylik. View-ni bosamiz va u yerda ko'rishingiz mumkin uning nomi nima? U davomiylik testi. Rol belgilanmagan, default role belgilanmagan, ya'ni u rol ola olmaydi va rang belgilangan, kompaniyasi belgilangan va qancha vaqt bo'lishi kerak, hammasi belgilanyapti. Bu materiallar o'zi nima uchun kerak? Materials bu biror proyekt, ya'ni loyiha, vazifa yoki seminarni muvaffaqiyatli bajarish uchun kerak bo'ladigan resurslar, asbob-uskunalar yoki xomashyolar bo'lishi mumkin. Va shuning uchun ham bu yerda ko'rishingiz mumkin barchasining nomlari yozilgan. Va yuqoridan rolesni bosasiz, configurationdan rolesni bossangiz, bu yerda barcha rollarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni management, developer bo'lishi mumkin yoki projector, tester, hammasi rollar bu yerda kirgizilingan bo'ladi. Va configurationdan shift templatesga o'tasiz va bu yerda shift uchun, ya'ni smenalar uchun barcha templatelar bor. Bu yerda management qaysi soatlarda ishlashi kerak, community manager qaysi soatda ishlashi kerak, dasturchi qaysi soatda ishlashi kerak, bu yerda belgilangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Va o'zingiz ham yangi qo'shmoqchi bo'lsangiz, shunchaki yuqoridan new tugmasini bosasiz va u yerda shiftni boshlanish va tugash soatlarini belgilashingiz kerak bo'ladi. Va kim uchun va proyekt, qaysi proyektga belgilaysiz. Va shu bilan planning modulimiz, ya'ni rejalashtirish modulimiz bo'yicha darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.